Sharqi Turkistonda Xitoyning ishg'oli va zulmi davom qilishi bilan birga Xitoyning ta'tir tashviqotlari mo ilib berilmoqda. Qashqar viloyatida ilib berilgan faoliyatlarda Xitoy askarlar saxovatchilar deb ko'rsatilgan. Aksicha Uyg'urlarning milliy kiyimini kiygan kishi terrorchi qilib ko'rsatilgan. İşğalçı Xitoy Kommunist hokimiyatining Sharqi Turkistondagi bostirish va zulmlarga Indoneziyadan norozilik inkoslari keldi. Indoneziya Avam palatasi boshlig'i shundaqla PKC partiyasining raisi Jazuli Juwayni Xitoyning Uyg'ur rayonida yashaydigan Uyg'ur musulmonlarga qarshi elib berayotgan diniy, milliy kamsitish va cheklamalarning qabul qilg'isiz ekanligini aytdi. Angliyada o'xshash bo'lmagan partiyalardan bo'lgan 53 nafar parlament a'zosi islom o'chmanligi, ya'ni islamofobiyaning irqchilikning bir turi deb tanilishi kerakligini talab qildi. Angliya Mustaqillik gazetining xabar qilishicha, Angliya parlamentining 53 nafar parlament a'zosi hukumatga islamofobiyaga yangidan aniqlama berish chaqiriq qilgan. Angliyada musulmonlarga qarshi kamsitishga aniqlama berilmaganligini ta'kidlagan parlament a'zolari bunun nafrat jinoyatlarining doklad qilinmasligi va munozara qilinmasligiga yo'l ochganligini bildirdi. Belgiya poytaxti Bryusselda minglarcha kishi Marokashda o'tkazilgan yig'inda Amerikadan boshqa BDTga a'zo barliq davlatlarning qo'llashiga erishgan Dunyo musofir va ko'chmanlar kelishimining qabul qilinishiga qarshi namoyish olib bordi. Bu kelishim Belgiya parlamentida cho'ng talash tortishga sabab bo'lgan edi. Hindiston kontrolidagi Kashmirda 15 dekabr o'tkazilgan namoyishda hayotidan ayrilganlar soni 7 deb e'lon qilindi. Hindiston kontrolidagi Jammu Kashmir rayonida bir yezda ilib berilgan harakatda 3 qarshilik qilg'uvchining o'ldirilishi sababli ilib berilgan namoyish xavfsizlik qismlaridan daxlisiga uchirdi. Vaqada o'lganlar soni 7 nafar deb e'lon qilindi. Fuqarolarning o'limidan keyin e'lon qilingan umumyuzlik ish tashlash chaqiriqidan keyin rayonda do'kon va ish yerlari taqaldi.